turibdi. Barcha to'ydi. Teri bo'lmaydi, teri kamroq bo'ladi. Bo'lmasa bir-birini yeb tashlaydi bular. Mana o'sha bular qotib qolgan, o'sha 5 oylik, 6 oy. Mana namlarni yeb tashlaydi, belini mana. Qonni ochsa. Mana degan burnidagi achki nima so'rashadi, hatinashidi, yetulib bar bo'ladi, yeb. Mana yeb mash 4 oylik mash, o'sha qolib qolish kerak. Yeb tashlaydi, mana belini ko'rdinglar? Yenga chiqdi mana endi. Mana mana to'ldirib qo'yasizlar mana ovqatini ham, suvini ham. Shunda o'lim bo'lmaydi, o'lim. Tak bu yoqdagilar mana o'sha 6 oy, 7 oylik kattalar o'sha bular. Mana makiyonlarni ham ko'rasizlar, o'sha tuxumga tayyor makiyonlar bular. Mana xo'rozlar. Mana makiyonlar. O'sha bular katta o'sha. O'sha ishlaydi bular o'sha tayyor. Issiq joyga qo'ysanglar tuxum ham qiladi makiyonlari. Tayyor o'sha bular. Mana xo'rozlar mana katta ko'rgan o'sha. Ko'rdinglarmi, tepasini setka qilingan. Tushuntirib o'tib ketaman. Mana 5 ga 5. 5 ga 5. Tak mana qalinligi 1.7 mi, 1.5 mi? Shunaqa bo'lish kerak. Balandligi 2 metr ham chiqmaydi. 1.90, 1.85 atrofida balandligi. Urasi saqlaydi. Mana, hop. Oyoq qo'ylanib qopti ana. Lekin chiqadi mana shu. Do'kga chiqadi. Mana mana katta xo'roz o'sha. Mana katta xo'rozlar bor bu yerda mana okalar, ko'rdinglarmi? Katta xo'roz. Xo'p, ketdik endi. Fazallarni ko'rsatdik, bu yoqdagilarni. Tashqarini ko'ramiz. Tak, bu yerda kaklilar. Bular ham o'sha tulni yegan bo'lsalar, tul chiqib qolgan, katta mana. Kaklik. To'kib tashlaysizlar. Mana janovorlar. Tak, bu yerda rumiyskiy fazan bor. Bir xo'roz 5 ta ekan. Mana o ko'kalar, mana xo'roz mana chiqib keldi, mana katta xo'roz. Mana sotuvdi. Mabodo aloqa chiqasizlar, mana mashi sotuvdi mana. Mana rumiyskiy bor bu yerda. 5 ta ekan, bitta xo'roz. Tak, ketdik. Mana dakan qiziqadiganlar, dakan ham bor. Dakanni ham originali bor. Mana. Mah. Mana pixli to'g'ri mana. Xo'p, keyin mana bu yerda mana sisarka bor. Mana. Bilan bittasi o'lib qopti. Voy, bilan bittasi o'lib qopti. Mana. Sisarkalar. Mana o'kalar. Mana donini to'kib tashlaysizlar. Idishga solib berasizlar, to'yist bilan o'zi to'kib oladi. Demoqchiman, ko'proq berib qo'ysanglar. O'lim kamroq bo'ladi. Mana bular o'zi ovqatini yeb qonni to'ydi. Bular hozir ketadi Jizzaxga, tayinlanyapti bular, yo'lga chiqadi bular, xudo xolasa. Hammaga rahmat, like bosinglar, kuzatishda davom etinglar. Videoni tarqatib qo'yamiz.